Hammaga salom, sizlar bilan bir kunlik vlog ketdik. Ertalab soat 7 ga yaqin turib, yuz qo'llarimni yuvib, maktabga qarab yurib olyapman. E'tibor bergan bo'lsangiz, buni men yozda ozuchka qilyapman. Maktabga borgandan keyin ko'p video olmadim. Bir ikkita darslarga o'tirib, men uyga keldim. Uyda qornim och qolganligi uchun shirinlik pishirdim, pankek bo'lishi mumkin. Uyda ko'p video olmadim. Sразу men taksida paydo bo'lib qolyapman. Men repetitordan videoga olish esimdan chiqib ketibdi. Sразу avtobusda bo'lib qolamiz. Uyga kelgandan keyin biroz paslarni aynalib, voleybol o'ynab, menki uyga kirdim. Uyda esa bunaqa menga sovg'a tashlab ketishibdi. Topinchi kimdan demayman, bu ukamdan. Har xil kitoblar uchun bezaklar, narsalar va stiker, bloknot. Menga juda ham stiker bilan bloknotlar yoqdi. Uje men bularni to'ldirib boshlaganman. Albatta uni ham videosi chiqadi degan umiddaman. Va mana bloknot. Buni shunaqangi sevib ishlatyapman, ishonavering menga prosta iskustvo. Ularni qilib bo'lgandan keyin men ujin qilmasdan sразу yogurt ichdim va onam bir ikkita ishlari bor edi, ularni qilib, shu bilan bir kunlik vlogim tugadi. Всем пока.